Play bugun biza mani ya'ni Craftsman Games o'yinimni olishni o'rgataman. Uning uchun biza Googledan qidiruvga bosamiz. Qidiruvda endi biza nima qilamiz qaranglar. Craftsman Games yozsanglar, mana tepaga ko'rishingiz mumkin. Ana shuni yozasizlar, qidiruvga berasizlar. Keyin mana birinchi turganini bosasizlar, shuni. Mana birinchi turganni bosib, mana bunaqa shuni bosasizlar. Keyin mana bunaqa narsaga kiradi sizlarga. Mana bunaqa o'yin ochiladi, keyin mana buni bosasizlar. Free download. Hozir menga ishlamayapti. Xo'sh, bu yoqqa kelinglar, sizlarga mana ko'rsataman. Mana buni bosasizlar. Free download. Hozir menga ochilsa mana. Ochildi, mana shu free download deb bossam ochildi. Bizga ana u bo'ladi, reklama chiqadi. Mana close'ni bosasizlar, mana close. O'shani bosasizlar. Mana bosdik. Keyin bizga bunday qotib turadi. Telefoningizlar yaxshi bo'lsa qotmaydi. Kutib turasizlar, keyin mana free app download deb bosasizlar. Keyin mana buni bosasizlar. Mana cancel video keldi, men cancel bosdim hozir. Mana keyin mana bunaqa to'ladi, mana bunaqa yashil. Kutib turasizlar, yozuv chiqmaguncha. Mana ruxsat berishni bosasizlar, mana ruxsat berish. Mana qayta o'rnab ko'rishni bosasizlar. Ruxsat berish, bekor qilish. Mana mana buni bosasizlar, relaunch download bosasizlar. Relaunch download bosasizlar. Mana keyin sizlarga mana relaunch download deydi, o'shani bosasizlar. Bosganlardan keyin yana qaytadan to'ladi. To ana to'xtay kutib turinglar, shunaqa to'ladi. Ruxsat berish, to'xtanglar. Tepaga qarasizlar, mana olyapti. Qani topolmayman, xolos. Mana qayta yuklab olish, mana bosasizlar, bir chiqadi. Mana tafsilotni bosasizlar. Mana to'ldi, mana. Ashuna to'ladi, ko'p bo'lib. Keyin to'plam bittasini o'chirib mana ashuna ustiga bosasizlar fayllarni. Keyin kutib turasizlar, mana o'rnatishni bosasizlar. Qolganini o'zingizlar bilasizlar. Bo'ldi xolos. Qolganini o'zingizlar bilasizlar va keyin o'rnatadi. Kutib turasizlar. O'zi sekinlashib qoladi, mana picha to'lgandan keyin. Shunday kutib turasizlar. Keyin nima bo'ladi? Menga yaxshi ishlamayapti. Obunachlar videomiz tugadi. Keyin sizlarga shunaqa olishni tushungan bo'lsangiz kerak. Mana shunaqa videoni rasmimiz. Mana shunaqa o'rgatdim, mana pulli, pulsiz, bepul. Biz mana Minecraftda endi haqiqiy Minecraftni olayotmaysizlar. Mana shu Minecraft ham bo'laveradi sizlarga. Like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kommentariyada esa menga o'rnatilmaganini yozib qolmasizlar. Mana bepul bu. Hozir haqiqiy Minecraftni pulli qilib olayotgandan ko'ra mana shu Minecraftni bepul olinglar. Keyin mazza qilib o'ynanglar. Sizlarga tavsiya qilaman shuni. Endi hisoblaman Play bo'ldim, hammaga xayr. Ko'rishguncha.